Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Oldilariga bir iltimos bilan video murojaat qilib chiqyapmiz. Bugun 16-yanvar 2025-yilda o'zimiz oilamizda fojia bo'ldi. O'zim opamni uylari, bu orqada turgan uylaring 2 xona uy yondi. Faqatgina shu narsalarnigina asrab qolardik xolos. Bu kechasi bo'lgan o't balosi. Opam bir o'zi turarlar. O'zi asli qilib berish, hamma sharoitini qondirib qo'yish biz jigarlarda mas'uliyati dunyoda ham oxiratda ham. Lekin moddiyatdan kelib chiqib sizlarga yordam bilan chiqyapman. Bunaqa video murojaat qilaman deb o'ylamagandim. Sizlardan iltimos, 1000 so'm bo'lsa ham qanday hozir biz oilaga. Biz hozir bu uylarni buzib noldan qurib berishga qurbimiz yetmaydi. Qonini qilarmiz, yotoq joyini qilarmiz, lekin Alloh haq qurbimiz yetmaydi. Shuning uchun sizlardan iltimos, 1000 so'm bo'lsa ham, bo'pti, pul bera olmasangiz shu videoda tarqatishga yordam berarsiz. Shu ko'rib turgan karta raqamlaringga bo'lmasam telefon orqali, Allohga shukr, qo'ni-qo'shni bor ekan, mahallaga bor ekan. Ancha yordam oldik. Kechasi bo'lgan ish. Sizlardan iltimos, befarq bo'lmanglar. Qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Hozirgi holatda bizga hamma rahmat hammalaringga.